Bu mana yoga xona ekan. Kichkinagina такой xona. Yonida trenajyorka. Rossiyashga qilsa bo'ladigan normalniy joy ekan. Kirib ko'ring bitta ichkariga. Пространство. Normal. Тренировка qilsa bo'ladigan joy. Jina в принципе uncha katta emas ekan. Kichkinagina. Misol uchun kelgan odam deb damogani kelgan, тренировка qilgani kelgan emas odam. Kichkinagina такой jim ekan. Но самый базовый bo'lgan, masalan, qorin mushaklari, nima yani, lopatka orasidagi mushaklar, nima yani bu yelka mushaklarini тренировка qiladigan. Bu yoq уже kardio zona ekan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta seksiya bor ekan kardio zonada. В принципе, ba'zida bo'ladi, normalniy тренировка qilsa bo'ladi.